chupa-chupslar olib beraman, oxiri olib beraman, xo'pmi? Bo'ldi, men olib beraman. Opingiz oldiga boramizmi opasining oldiga? Opasining oldiga chiqamiz, xo'pmi? Ketdik. Bor, ketdik. Siz yaxshimisiz, ha? Alaykum assalom. Bizlarni ading jo'natuvdi. Yo'q, adam yo'q. Ha, yur biz bilan ketasan. Adingni oldiga. Ha. Yur. Zamona qildim. Otingiz nima sizni? Bismillah. Adamning oldiga gapirasiz. Albatta adajoningni oldiga boraman. O'tir. Ozona qizim. Bos. Alo. Toshkent. İşler nima bo'ldi? Bo'ldi, ishlar ish. Malaka. Qurilishga keldilaring. Xo'p bo'ladi. Sher. Nimaga? Bo'ldi kelishgan ekan. Chaqir kirib o'tsin. Xo'p. Kiruvinglar. Shep, men 3 yoshli go'rdayni urib keldim. Sizlar nimani qilib qildilar? Bizning 10 yoshligini urib keldi o'sha. To'g'rimi? Sheb, endi bu yog'iga soqqani do'g'ri qilyapsiz. Viki, soqqadan problema yo'q. Sen cho'xini argaytyapti. Mening yasobimni yaxshisi. Ha, xo'p. Nima? Davay, tezlashtir. Chiqib o'ryapti. Chiqib bor. Alo. Adasi, sizdan qo'rqib yetmayapti. Muslimga qoldi, topilmayapti. Adasi. Nima? Topib bering menga. Yo'q, hazillashmayman bilan u. Hazillashmayapman. Bilasan, u asabim chato. Shuning uchun yetishga qo'rqyapman. Qara lekin, vurmagat qilma u. Nima qilsam qiling, bolamdan topib bering. Menga qaralaring, u. Menga qaysi biring tegding? Mana shu qizga qaysi biring tegding? Boya men olib ketgan qiz u. O, menga qarar, nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Bilasanmi? Qizimni o'g'irlab so'tiribsan-ku. Bu videoni olishimizdan maqsad yomonlikka targ'ib emas, ota-onalarni hushyorlikka chaqirish. Bu videoda ko'ryapsizlar, kichkina bolalarni qanaqa tez aldab olib ketib qolish mumkinligini iloji boricha farzandligiga tayyorlanglar. Bunaqa yaxshi gaplarga uchmasin. Farzandlarimizga bee'tibor bo'lmaylik, iloji boricha. Juda ehtiyot bo'linglar. Iloji bo'lsa farzandinglardan har daqiqada qo'ng'iroq qilib xabar ol. Videoga nima qilish kerak? Like bosish kerak.